Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayva romlarimiz uстановkalarini tugatib bo'ldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Kulli qishlog'iga o'rnatib berdik. Bu xonadonimizni romini uzunligi 12 metr, qadrli kuzatuvchilar. Lekin bo'ylari o'ta ham baland. Bo'yi 3,45. Общий bo'yi 3,45 cm, uzunligi 12 metr. Bu joyimizni mana ustunda oralari kichikroqligi hisobiga mana panorama holatda qilindi romlari. Bittadan ochilish, o'rtasiga mana bir o'qirali eshikdan 2 dona uстановка qilindi. Eshiklarimizni profillari har doimgidek balkon profildan ishlatilgan. Bu mana navbatdagi eshigimiz. Bu eshigimiz ham eni 1,40 cm. Romlariga keladigan bo'lsak, mana bu tomonimizni ustunda oraligi kattaligi hisobiga mana 2 chekkadan ochilgan. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa hamma yog'i juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Go'zal holatda. Ishimizni sizlarga yaqindan tanishtirib o'taman. Eshiklariga keladigan bo'lsak, eshiklari balkon profil, zamonlarimiz har doimgidek original turetskiy zamonlardan ishlatilgan. DVG original zamonlar. Ichki holatini ko'rsataman. Bu uyimiz ichki holati, qadrli kuzatuvchilar. Mana ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Uyda remont ishlari davom etyapti ekan. Romimiz ochilishlari xudo xolasa doimgidek go'zal holatda. Ruchkalari turetskiy ruchkalar, mana zazvorlari ham juda ham go'zal holatda keltirildi. Eshik ligrovkalari ham go'zal holatda, mana ustunlarni doimgidek oldi tarafini alkafonlar bilan o'rab chiroyli qilib berdik. Bu tomon mana navbatdagi uyimizni oldi romi. Bu eshiklarimiz ham profillari balkon profil, zamonlari mana har doimgidek DVG original zamonlar. Ligrovkalari xudo xolasa go'zal holatda. Ichki tomonlarini ko'rsatib o'taman. Bu ichki holati. Romimiz ham mana ochilishlari xudo xolasa hamma yo'li go'zal holatda. Mana tashqaridan mana bemalol yarki ko'rinadi. Ichki holatda tashqaridan ichkarini ko'rganingizda ichkari uncha ko'rinmaydi. Oynamizni qulaylik tomoni shu juda ham katta plus. Mana tashqi holat bemalol ko'rinadi. Mana ichkari umuman ko'rinmaydi. Kunduzgi holatda ichkari umuman ko'rinmaydi. Bu ishlarimizni razmeriga keladigan bo'lsak, uzunligi 12 metr, bo'ylari 3,45. Eshiklari balkon profil. Romni har bitta oraliqlardan ochilish bo'lgan. Mana katta oraliqlardan ikkitadan ochilish bo'lgan, kichkina oraliqlardan bittadan ochilish bo'lgan. Xudo xolasa hamma yo'g'i bekami ko'z holatda o'rnashtirildi. Bu ishimizni kvadratini 640 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik, qadrli kuzatuvchilar. Kvadrati 640 ming so'mdan to'g'ri keldi. Oynalari qalin 06 lik oynadan solingan. Xudo xolasa hamma yo'g'i bekami ko'z holatda. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.
Bizni telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.